Assalomu alaykum o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Hammalar yaxshi bo'lyapsizlarmi? Bugun xudo xolasa alkanlar mavzusi, ularning umumiy tushunchalarini ko'rib chiqamiz xudo xolasa sizlar bilan. Xo'p, umumiy tushunchalar deganda nima tushunish kerak desa, alkanlarning umumiy formulasidan kelib chiqadigan formulalar. Ya'ni alkanlarning o'zi umumiy formulasi qanday bo'lgan? Sn H2n plus 2 shaklida bo'ladi. Xo'p, bularda endi umumiy formula keltirib chiqarishimiz kerak. Ya'ni alkanlarda birinchi bo'lib massa topish formulasi. U qanday desa, ko'rib chiqamiz. Bilasizki, mana bu n ning qiymati nima desa, uglerodlar sonining nechtaligini ko'rsatuvchi birlik hisoblanadi. Ya'ni uglerod massasi 12. Ya'ni bizda uglerodlar soni nechta desa, n ta. Shuni tushunamiz. 12 ni n ko'paytiramiz. Shunda 12 n kelib chiqadi. Vodorodning massasi bo'lsa 1 atom massasi. Xo'p, bizda vodorodlar soni nechta desa 2n plus 2 ta. Buni endi 1 ga ko'paytirishimiz kerak. Shunda 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2n, 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2. Shunda uglerod va vodorodlarning umumiy massasi 14n plus 2 shaklida bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni alkanlardagi massa topish formulasi qanday massa topishimiz? 14n plus 2. Ko'rib chiqaylik. Masalan, S4H10. Butanning massasi ichiga tegsa, odatda hisoblanadi. Qanday desa, uglerod plus 12, 12 to'rtga ko'paytiramiz. 48. Vodorod massasi bilan ko'paytiramiz 10 ga. Qo'shishimiz kerak. Shunda 58 kelib chiqadi. Endi bu alohida shakldagi massa topildi. Xo'p, umumiy formuladan foydalansak qanday bo'ladi? Bizda n ning qiymati 4. Shunda 14n plus 2 ni 4 ga qo'shishimiz kerak. Mana bu yerda massa kelib chiqadi. Qanday qilamiz? Ko'paytiramiz. 14 kara 4 56. Unga qo'shib qo'yamiz. Shunda 58. Ya'ni bu ta'minot massasi 58 ni ko'rishimiz mumkin. Dedik, bundan chiqadi. Endi qiymatini 10 oladigan bo'lsak, ya'ni S10 H22 deyiladigan bo'lsa, buni massasi qanday hisoblanadi? Umumiy formulamiz bilamiz. 14n plus 2. Buni endi ko'paytirishimiz kerak bo'lsa 10 ga. Shunda bitta aniqlik massasiga chiqadi. 14 kara 10imiz 140. Shu 2 ni qo'shib qo'ysak 142. Bu ana shu alkanning molekulyar massasini topish formulasi bo'lar ekan. Xo'p, endi men aytgan salchiqlarni yozishga harakat qilaman. Alkanlar uchun umumiy formula Sn H2n plus 2. Birinchi bo'lgan narsamiz massa topish formulasi bo'ldi. Umumiy formulasi 14n plus 2 shaklida bo'lar ekan. Xo'p, yana nima bor bularda desa, ikkinchisi topadigan narsamiz proton topish formulasi. Proton topish formulasi qanday desa, umumiy formulasi Sn H2n plus 2 shaklida. Xo'p, uglerodning tartib raqami nechiga teng desa 6 ga teng. Ya'ni tartib raqam faktorial soniga teng degani. 6 ni ko'paytiramiz n ga. 6n. Vodorodning tartib raqami 1. Tartib raqam proton soniga teng. 1 ni ko'paytiramiz 2n plus 2. 2n plus 2. Shuni qo'shadigan bo'lsak, normal songa qo'shib 8n plus 2 kelib chiqadi. Shundan xulosa chiqarish mumkinki, alkanlarda proton topish formulasi qanday bo'lar ekan desa, 8n plus 2 shaklida bo'lar ekan. Demak, mana S3H8 ning protonlar soni nechta? Ya'ni propanning protonlar soni nechta? Uni topish uchun mana formulaga murojaat qilamiz. Endi qiymat nechasi 3. Demak, endi uni qo'yamiz. 8 ko'paytirilgan 3 plus 2. Demak, bundagi protonlar soni nechta bo'lar ekan desa, 26 ta bo'lar ekan. Xo'p, deyapti S5H12. Ya'ni pentaning protonlar soni nechta deyapti. Formula foydalanadi. Mana bu yerda 8 ko'paytirilgan n ning qiymati 5 plus necha so'rab berdi formulada 2. Shunda 42 ta kelib chiqadi ekan.
Shundan xulosa chiqaramizki, alkanlarda proton topish formulasi 8n plus 2 ga teng. Bu yerda nari qo'yib mana bu yerda proton topish formulasi 8n plus 2. Xo'p. Atomda ham molekuladagi protonlar soni elektronlar soniga teng bo'lganligi uchun alkanlardagi elektron topish formulasini ham 8n plus 2 shaklida ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, uchinchi narsa shu elektron topish formulasi bo'ldi. To'rtinchi narsasi nima desa, alkanlardagi nima topish? Neytron topish formulasi. Endi biz davrasini bilgan. Vodorod massasi 12, tartib raqami 6. Vodorodning massasi 1, raqami. Shulardan foydalanamiz. Xo'p, endi neytron qanday chiqadi? Massadan ana shu atomni zaryadini ayirlashlasak, neytron soni kelib chiqadi. Ya'ni protonlar soni. Shunda massamiz 12, zaryadimiz 6. Ayiradigan bo'lsak 6. Endi bu yerda hozir bu n bo'lganligi uchun buni ko'paytiramiz. 6. Xo'p, massadan zaryad ayiradigan bo'lsak 0, buni ko'paytirishimiz kerak. Vodorodlar soni 2 plus 2 bo'lganligi uchun 2n plus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 0 kelib chiqadi. Shunda yig'indimiz 6n. Ya'ni alkanlarda neytron topish formulasi 6n ga to'g'ri kelar ekan. Neytron topish formulasi 6n. Mana shu yerda biz endi misolni ko'rib ketardik. S7H16. Geptandagi neytronlar soni nechta desa, formula foydalanamiz. 6. N ning qiymati bizda necha? 6 kara 7 42. Demak, geptanning neytronlar soni nechta bo'lar ekan desa, 42 tani tashkil etadi. Hop, o'chirib tashlayman. Yana endi keyingi topish formulamiz. Nima topishdi? 5-inchisi. Biz endi bu yerda atom topish formulasidan foydalanamiz. Hop, atom topish formulasi. Atom topish formulasi qanday desa, juda ham sodda. Alkanlar formulasini bilamiz. Mana bu uglerodlar soni degani n ta uglerod. Biz vodorod soni qo'ysak, umumiy atomga chiqish kerak. Xo'p, vodorodlar soni bizda nechta desa, 2n plus 2 ta. Qo'shib bo'lamiz. Nomaroziga nomarozi qo'shilganda 3n plus 2. Demak, alkanlarda atom topish formulasi 3n plus 2 ni tashkil etar ekan. Xo'p, S6H14. Bir ko'rishda brutto formuladan biz mana bu yerga kelasi qo'shib qo'ysak, mana shu 20 deyishimiz bor. Yoki o'zimiz formula foydalansa bo'ladi. Ya'ni 3 n ning qiymati 6 va formuladagi 2. 6 kara 3 18. 18 ga qo'ysak 20 kelib chiqar ekan. Atom topish formulasi 3n plus 2. Tushunarli degan umiddaman. Hop, endi yana qanday formula bor? Bog' topish formulasi. U bari qo'yaman. Yoki umumiy bog' topish formulasi. Yoki undan tashqari 7-inchisi bor. Qsiz qo'yaman. U nima degani? Qutubsiz kovalent bog'lanish. 8-inchisi bor. Qli bu degani esa qutubli kovalent bog'lanish. Hop, endi odatda qutubsiz kovalent bog'lanish bir xil atomlar orasida hosil bo'ladi. Qutubli kovalent bog'lanish bo'lsa, turli xil atomlar orasida hosil bo'ladi. Shundan xulosa ketadiki, qutubli bog' topish formulasi qanday topiladi? Qutubsiz bog' topish formulasi qanday? Va ularning yig'indisi umumiy bog' topish formulasiga tushadi. Endi keltirib chiqaramiz. Undan oldin biz
metanning struktur formulasi propanning struktur formulasi biz aytdikki turli kovalent bog'lanish turli xil atomlar orasida tursiz kovalent bog'lanish bir xil atomlar orasida hamkorlikda. Xo'p, endi xulosa qiladiki metanda n'ning qiymati necha desa 1. Bu yerda birinchi bo'lib turli kovalent bog'lanish. Turli kovalent bog'lanish desak-ki, nimani o'rtasida turli xil atomlar orasida. Bizning turli xil atomlarimiz uglerod vodorod. Bular orasidagi bog' mana bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ladi. Xo'p, qutbsiz kovalent bog'lanish nechta desa, hozir bitta hozir. O'z bilan bir xil atomlar bog'langan joyi yo'q, shuning uchun 0 deymiz. Endi etan n'ning qiymati 2. Turli kovalent bog'lanish turli xil atomlar orasida. Unday bog'lanish qayerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, etandagi turli kovalent bog'lar soni 6 ta bo'lar ekan. Qutbsiz kovalent bog'lar soni bir xil atomlar orasida. Unday bog' qayerda desa, faqatgina mana bu yerda bor xolos. Bitta. Bu yerda propan n'ning qiymati 3. Turli bog' topish formulasi turli xil atomlar orasida. Shuning uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta bo'ladi ekan turli kovalent bog'lanishi. Qutbsiz kovalent bog'lanishi turli xil atomlar orasida. Kechirasiz. Qutbsiz kovalent bog'lanishi bir xil atomlar orasida. Bitta bor, ikkita bor. Ikkita bo'ladi ekan. Qarang. Shu yerda yana bitta narsani bilishimiz mumkin. Sezgan bo'lsanglar, qutbli bog' faqatgina uglerod bilan vodorod orasida. Ya'ni barcha vodorodlar kimga birikishi mumkin desa, vodorodga bog'lanadi. Barcha vodorodlar uglerodga bog'langan holatda bo'ladi. Xulosa aytadiki, bizda alkanlarda nechta vodorod bo'lsa, shuncha qutbli kovalent bog'lanish mumkin. Brutto formulasi mana, metan formulasi SH. Etanning brutto formulasi S3, S2, H6. Propanning brutto formulasi S3, H8. Qarang, vodorod soni nechta? 4 ta. Shuning uchun qutbli kovalent bog' 4 ta. Etanning vodorodlar soni 6 ta, qutbli kovalent bog' ham 6 ta. Propanning vodorodlar soni 8 ta, qutbli kovalent bog' ham 8 ta bo'lar ekan. Xo'p, qutbsiz kovalent bog'lanish bir xil atom orasida dekmi? Demak, alganlarda qutbsiz kovalent bog'lanish faqatgina uglerod va uglerod orasida bo'lar ekan. Xo'p, metanda uglerod bog'i yo'q, shuning uchun ham 0 deymiz. Uglerod bog'i ikkita. Sezishingiz mumkinki, sezgan bo'lsanglar, uglerodlar sonidan bitta kam chiqyapti. Bunga sabab bir uglerod boshqa bir uglerod bilan bog'lanishi kerak bo'lyapti. Mana bu yerda n'ning qiymati 1, bunda qutbsizi 0 chiqadi. Uglerodlar soni 2 ta, qutbsizi 1 ta. Uglerodlar soni 3 ta, qutbsiz kovalent bog'lar soni 2 ta. Shundan xulosa kelib chiqadiki, qutbli kovalent bog'lanish uglerod va vodorod orasida bo'lganligi uchun biz vodorodga qarab alkanlardagi Sn, H2n + 2 dan mana bu qismda olsak bo'lgani. Ya'ni qutbli kovalent bog' formulasi 2n + 2. Qutbsiz kovalent bog'i uglerod orasida bo'lganligi uchun sezgan bo'lsanglar, uglerodlar sonidan bittaga kam bo'lyapti.
qutbsiz kovalent bog'lar soni. Ya'ni bizdagi uglerodlar sonidan, ya'ni n'dan birda ayrib qo'ysak kifoya. Shunday chiqadi ekan. Qutbli kovalent bog' topish formulasi 2 + 2, qutbsiz kovalent bog' topish formulasi n-1. Endi men yozib qo'yaman. Qutbli kovalent bog' topish formulasi 2n + 2. Qutbsiz kovalent bog' topish formulasi n-1. Endi mana bu qutbli kovalent bog'lanishni yana bir qo'shib so'rash mumkin. Ya'ni uglерод vodorod bog'lar soni nechta degan. Shunda ham qutbli kovalent bog' soni nechta degan so'ratgan bo'ladi. Ya'ni mana bu qutbsiz kovalent bog'larni uglерод bog'i nechta deydi. Bunda ham qutbsiz kovalent bog' so'ragan bo'ladi. Endi qutbli va qutbsiz kovalent bog'lar sonining ikkalasining yig'indisi umumiy bog' topish formulasiga tusha oladi. Xo'p, endi bitta qanday desa, n ga 2 ni qo'shamiz. 3n. -1 ga +2 qo'shamiz. +1. Ya'ni alkanlardagi umumiy bog' topish formulasi ham tushar ekan. 3n + 1 ga. Tushundinglar deb aytaman. Xo'p, endi 8-inchisi. Yozdik 9-inchisi ekan. 9-inchisi. U oddiy umumiy orbital topish formulasi. Xo'p, 10-inchisi bor, uni yozib qo'yaman. Gan orbital topish formulasi. Gibridlangan orbital topish formulasi. Xo'p, 11-inchisi nima desam? Magan qisqartirib yozaman. Ya'ni gibridlanmagan orbital topish formulasi bo'lar ekan. Xo'p, endi ulardan ham biz keltirib chiqaramiz. Umumiy orbital topish formulasi, gibridlangan orbital topish formulasi, gibridlanmagan orbital topish formulasi keltirib chiqaramiz. Oqyaptimi? Yana sal faqat kattalashtirgan shaklda yozaman. Mana bu bitta. Mana bu bitta. Formulasi. Endi ma'lumot uchun aytib ketaman. Agar fazo 1 ga bo'lingan bo'lsa, yo s yo p yo d shaklida bo'ladi. Agar fazosi 2 ga bo'lingan bo'ladigan bo'lsa, u s p gibridlangan shaklda. Agar fazomiz 3 ga bo'lingan shaklda bo'lsa, s p 2 gibridlangan bo'ladi. Agar fazo 4 ga bo'lingan bo'lsa, s p 3. Agar fazo 5 ga bo'lingan bo'lsa, SP3 D1 shaklida gibridlangan bo'ladi. Endi odatda alkanlarda gibridlanish qanday bo'ladi desa, faqatgina SP3 shaklida gibridlangan bo'lar ekan. Xo'p, ko'ramiz. Endi bizda mana bu vodorod uchun hosil bo'lgan fazo nechiga bo'lingan birga. Bu vodorod S elementi. Shuning uchun ham gibridlanishi S. Gibridlanmagan orbital hisoblanadi. Bu ham S, bu ham S, bu ham S. Endi shu yerda bu uglerodimizning fazi qanchaga bo'lingan? 1, 2, 3, 4 ga. Demak, uglerodimiz qanday gibridlangan desa, SP3 shaklida SP3 shaklida gibridlangan bo'lar ekan. Xo'p, o'rinda ham xuddi shunday. Fazo 1 ga bo'lingan uchun S. Uglerod bo'lsa SP3, SP3. Bunda ham SP3. Sezgan bo'lsanglar, bizda vodorod S orbital, uglerod SP3 gibridlangan orbital. Endi bizda vodorod soni nechta bo'lsa, s orbitallar soni ham shuncha bo'ladi. Faqat u gibridlanmagan orbital deb ataladi. Xo'p, sp3 gibridlangan, ya'ni uglerod bo'ladigan bo'lsa, buning fazosi to'rtta tarafi ham sp3 gibridlangan shaklda. Ya'ni har bitta fazo
sp3 keldi. Ya'ni bitta uglerodda nechta sp3 bo'ladi desa, 4 ta sp3 bo'lar ekan. Shundan xulosa ketadiki, alkanlarda, ya'ni Sn yana yozaman. SnH2 uglerodlar soni nechtasi? N ta. Endi ko'paytirishimiz kerak nechiga desa, bitta uglerodda 4 ta sp3 bormi? 4 ga ko'paytiramiz. 4n. Bu sp3 gibridlangan orbital topish formulasi bo'lar ekan. Xo'p, endi gibridlanmagan orbitalchi desa, vodorod soni nechta bo'lyapti? Ya'ni bizda vodorod soni nechta? 2n plus 2 ta. Bitta vodorod s qabul bo'ladi. Endi ko'paytirish kerak. 2n plus 2. Bu endi gibridlanmagan orbital. Bu bo'lsa gibridlangan orbital bo'lar ekan. Qaytaraman. Endi gibridlanmagan orbitalni biz kimga qarab gapiramiz? Vodorodga qarab. Vodorod nechta tushuncha bor ekan? Ya'ni gibridlanmagan orbital topish formulasi 2n plus 2. Gibridlangan orbital topish formulasi 4n. Gibridlangan va gibridlanmaganlar shunday yig'indisi 6n plus 2 bo'lar ekan. Xo'p, shu yerda yana bitta mana orbital, umumiy orbitalda mana umumiy bog'dan keltirib chiqarsa bo'ladi. Ya'ni qanday desa, bilsanglar, mana bu metalni guruh formulasi. Mana bu metalni struktur formulasi. Mana bu metalni Lewis formulasi ataladi. Xo'p, metaldagi bog'lar soni nechta desa, 4 ta. Ya'ni metanda, ya'ni umumiy alkanlar birinchi kelgan uchun alkanda bog' topish formulasi 3n plus 2 edi. Endi bitta bog' hosil qilish uchun hozir mana bu yerda ikkita elektron qatnashyapti ekan. Ya'ni juft elektron. Mana tochka bo'lib ketdi. Juft elektron qatnashyapti ekan. Shundan xulosa ketadiki, bog'lar soni nechta bo'lsa, shu bog'lar sonini, ya'ni umumiy bog'lar sonini 2 ga ko'paytirsak, umumiy orbital topish formulasini ham keltirib chiqarsak bo'ladi. Ya'ni 3n plus 2 ni 2 lantiradigan bo'lsak, 6n plus 2 ga teng bo'ladi ekan. Bu ana shu alkanlardagi umumiy formulalar. Yana birlari bor. Hozir ularni o'rganib chiqamiz. Xo'p, yana qanday desa, ya'ni alkanlarda qanday qoplanishlar bor? Bu qoplanishlarni bilish uchun bitta alkanni to'liq holatda yozib olamiz. Demak, kattaroq olgan. Kattaroq olganmiz, kichkina alkanni katta shaklda yozamiz. Metal. Metalda estrik, 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 sp3, 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 sp3. Mana bu bog'lanish. Bu bog'lanish aslida qoplanish. Endi desak ham bo'ladiki, bog'lanish bu qoplanish. Qoplanish bu bog'lanish. Xo'p, mana bu yerda endi qanday bog' bor desa, hozir shu yerda qutbli kovalent bog'i bor. Qanday qoplanish bor desa, S va sp3 qoplanish bor. Shu sp3 qoplanishdan nechtasi metanda 4 ta. Bo'ldim, alkanlarda faqat sp3 qoplanish bor. Xolos desa, yo'q, bunday emas. Boshqacha qoplanishlar ham bor. Qanday siz yozamiz? Alkandan metandan keyingi vakil S S S S S S S3 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 S3. Yani qanday qoplanishlar bor desam, uglerod bilan vodorod. Ya'ni uglerod bilan vodorod. Yana desak bo'lar ekan. Uglerod vodorod bog'lanish yoki sp3 s qoplanish nechta desa, 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta etanda. Yana qanday bor desa, mana bu yerdagi qoplanish ham bor. Endi u uglerod va uglerod bog'lanishi. Ya'ni uglerod va uglerod qoplanish, uglerod va uglerod bog'lanish
SP3 va SP3 qoplanish qiladi. Bitta. Xo'p. Endi yana biz narigi tarafga betga o'taman hozir. Doskani. Siz bilib oling. Uglerod bog'lanish, SP3 qoplanish. Uglerod bog'lanish, SP3S qoplanishga to'g'ri kelar ekan. Endi men nariga o'taman-da. Hop, men endi qidiraman. Uglerod bog'lanishi, bu SP3 qoplanish degan. Ularning barchasi xotirga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu formulaga qutubsiz bog' ham, uglerod bog'lanish ham, SP3 qoplanish ham tushaverar ekan. Xo'p, qutubli bog'lanish, uglerod bog'lanish. Uglerod bog'lanish degani SP3S qoplanish degani. 2n+2 ga ham qutubli bog'lanish, qutubli kavalak bog'lasoni yoki uglerod bog'lanishi yoki SP3S qoplanishi ham tushaverar ekan. Bu ana shu alkanlarda umumiy formulalar keltirib chiqarish bo'lar ekan. Xo'p, endi qarang. Yana bitta alkanlar uzunligi bor ekan. Alkanlarda uzunlik topish, ya'ni normal alkan uchun uzunlik topish formulasi ham keltirib chiqarsak bo'lar ekan. Hozir biz endi mana bu yerga yozishga majburman. Doskamiz kichikroq qoldi. 12-formula. 12-formula. Nariga o'taman. Agar oddiy bog' bilan bog'langan bo'lsa, uglerod orasidagi masofa 0.154 nanometr hisoblanadi. Agar uglerod qo'shma orqali bog'langan bo'lsa, 0.134 nanometr. Agar uglerod uch bog' bilan bog'langan bo'lsa, 0.12 nanometr. Yoki buni boshqacha ko'rinishimi? Endi o'lchov birligi boshqacharoq. Uglerod bog' bo'lsa, 1 elektr angstrom. Uglerod qo'sh bog' bog'langan bo'lsa, 1.34 angstrom bo'ladi. Uglerod uch bog' orqali bog'langan bo'lsa, 1.2 angstrom bo'lar ekan. Xo'p, endi alkanlarda uglerod skeletidan bir ugleroddan boshqa bir oxir uglerodgacha bo'lgan masofa normal, ya'ni aytayapman, normal alkan uchun uzunligi qancha deb so'rashi mumkin. Xo'p, shunda qanday qilamiz? Masalan, deylik, metal. Xo'p, metal. Propan. Agar vodorodlar bu hisob qilsak, metan, etan, propan. Mana bu yerda endi hozircha yo'q. Bunda chunki uglerod bog' yo'q. Bular orasidagi masofa 0.154 nanometr. Ya'ni etanning uglerod orasidagi o'pshi uzunligi qancha desa, 0.154 nanometr. Propanning uzunligi qancha desa, uglerod orasida 0.154 ya'ni bu ugleroddan to bu uglerodgacha bo'lgan masofa 0.308 nanometr yoki 3.08 angstromga teng bo'lar ekan. Ya'ni biz nima qilamiz desa, uglerod bog'lar sonini mana bu qiymatga ko'paytirib qo'ysak bo'lgani. O'tkazamiz. Ya'ni alkanlarda uzunlik topish formulasi qanday desa, 0.154 n
shu formulaga tushar ekan. Tushundinglar degan umiddaman. Xato kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar. Kamchiliklarimiz o'zimizdan albatta. Shu shaklda o'rgansanglar, menimcha manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'lasizlar. Bu formulani daftaringizga ko'chirib olsanglar, o'sha berilgan topshiriqlarni bajarishda qiynalmaslar, yengillik, osonlik bo'ladi albatta.